Assalomu alaykum. Siz huquqiy tahlil haftaligidasiz. Bu son ikkinchi son bo'ladi va sizdan oldingi hafta kelgan eng ko'p savollarga bugun javob berib, uni huquqiy tomondan tahlil qilamiz. Tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Birinchi savol: yillik mehnat ta'tili bilan dekret ta'tili bir vaqtga to'g'ri kelsa, biri kuyadimi yoki har ikkalasi ham olsa bo'ladimi? Mehnat kodeksining 229-moddasiga ko'ra, homiladorlik va tug'ish ta'tili boshlanganda xodim har yilgi mehnat ta'tilini uzaytirishi yoki boshqa muddatga ko'chirishi mumkin. Agar ayol xodim yillik mehnat ta'tiliga chiqmoqchi bo'lgan paytida dekret ta'tili boshlangan bo'lsa, u yillik ta'tilni o'sha vaqtda foydalana olmaydi. Bunday hollarda ish beruvchi bilan kelishib, yillik ta'tilni boshqa qulay vaqtga olinadi. Agar ayol xodim yillik ta'tilga chiqib bo'lganidan keyin dekret ta'tiliga chiqadigan bo'lsa, u holda yillik dekret ta'til boshlangan kundan boshlab u to'xtatiladi. Foydalanilmay qolgan ta'til kunlari esa keyinroq qulay vaqtda beriladi. Ya'ni dekret sababli ta'til yo'qolib ketmaydi. U yoki uzaytiriladi yoki boshqa muddatga ko'chiriladi. Faqat bitta sharti bor. Xodim dekret ta'tili boshlanganligi haqida ish beruvchiga yozma tarzda bildirishnoma kiritadi. Ikkinchi savol: turmush o'rtog'im har oy 320 ming so'm aliment to'laydi, lekin farzandimning surunkali kasali bor. Berayotgan alimenti yetmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Agar bola og'ir kasal bo'lib qolsa, jarohatlansa yoki boshqa favqulodda holat yuzaga kelsa, uni davolash, parvarishlash va boshqa zarur ehtiyojlar uchun oddiy alimentdan tashqari qo'shimcha xarajatlar yuzaga kelishi mumkin. Oila kodeksining 103-moddasiga ko'ra, bola uchun bu kabi qo'shimcha xarajatlarda ota ham, ona ham birdek mas'ul bo'ladilar va ishtirok etadilar. Agar ota yoki ona yordam berishdan bosh tortsa, pul bermayman desa, qo'shimcha xarajatlarni qoplash bo'yicha bo'yin tovlaydigan bo'lsa, unday holatda sudga murojaat qilinadi. Sud ota-onaning oilaviy holatini, daromadlarini, moddiy imkoniyatlarini hisobga olib, qo'shimcha xarajatlarni qat'iy summa, masalan, oyiga yoki yillik aniq bir summada belgilab qo'yadi. Majburiy undirib beriladi. Buning uchun fuqarolik sudiga da'vo tartibida ariza kiritish kerak bo'ladi. Uchinchi savol: otam uyini boshqa odamga vasiyat qilib ketgan. Shunda ham men meros olishim mumkinmi? Shunday holatlar uchraydiki, ota vafot etadi, keyin esa uy-joy, mol-mulk kimlargadir vasiyat qilinganligini bilib qolamiz. Shu paytda ko'pchilikda bitta savol qiynaydi: qolgan oila a'zolari umuman meros olmaydimi? Har doim ham unday emas. Masalan, qonunga ko'ra vasiyatnomada nima yozilganidan qat'iy nazar majburiy ulush olish huquqiga ega bo'lgan shaxslar bor. Bular voyaga yetmagan bolalar, mehnatga qobiliyatsiz bolalar, mehnatga qobiliyatsiz er yoki xotin, mehnatga qobiliyatsiz ota-ona, shu jumladan farzandlikka olinganlar va farzandlikka oluvchilar ham mazkur toifaga kiritiladi. Agar siz ham shu toifaga kirsangiz, vasiyatnomada ko'rsatilmagan bo'lsangiz ham merosdan ulush talab qilish huquqingiz bor va bu holatda siz sudga da'vo tartibida murojaat qilishingiz mumkin. O'z huquqingizni talab qilishingiz mumkin va bu borada bemalol qo'rqmasdan o'z huquqlaringizni talab qiling. 4-savol: yer otamning nomida va otam hozirda pensionerlar. Yer solig'i bo'yicha imtiyozlar mavjudmi? Ha, albatta imtiyozlar mavjud. Ular O'zbekiston Respublikasi qahramonlari, ya'ni O'zbekiston qahramoni, Sovet Ittifoqi qahramoni, mehnat qahramoni unvonlariga sazovor bo'lgan, shuningdek, uchala darajadagi shuhrat ordeni bilan taqdirlangan fuqarolar, urush nogironlari va qatnashchilari, shuningdek, ularga tenglashtirilgan shaxslar, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz pensionerlar, yolg'iz yoki voyaga yetmagan bolalari bilan yoxud nogironligi bo'lgan bolasi bilan birga alohida yashovchi pensionerlar, yolg'iz pensionerlar deb tushuniladi. Boquvchisini yo'qotgan ko'p bolali oilalar, ota-onadan biri yoxud ota-ona vafot etganda ko'p bolali oilalar soliq solish maqsadida boquvchisini yo'qotgan ko'p bolali oilalardir. Chernobil AESdagi avariya oqibatlarini tugatishda ishtirok etganlik uchun ham imtiyozlar olinadi va ayni bu holatda ham yer solig'idan ozod etilasiz. 5-savol: ijtimoiy tarmoqlarda bir qiz libosida davlat bayrog'i tasviridan foydalanganlik uchun jarimaga tortildi degan xabarlar tarqaldi. O'zi buning uchun javobgarlik mavjudmi? Avvalambor, davlat bayrog'i tushirilgan tasvirdan kiyim-bosh tayyorlanishiga ruxsat etiladimi degan savol bor. Ha, albatta ruxsat etiladi. Faqat harbiy va boshqa davlat xizmatida bo'lgan shaxslarning kiyim-boshida va xalqaro sport musobaqalarida hamda O'zbekiston Respublikasi chempionatlari uchun sport kiyim-boshini tayyorlashgagina ruxsat etiladi. O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i to'g'risidagi qonunning 5.2-moddasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'idan kiyim-bosh, dastro'mol yoki ko'rpa-to'shak sifatida, shuningdek, buyumlarni saqlash va tashish uchun foydalanishga yo'l qo'yilmaydi va ayni bunday harakatlar uchun qonunchilikka ko'ra O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'iga nisbatan hurmatsiz munosabatda bo'lish deb hisoblanadi. Ayni shunday harakatlar yuz beradigan bo'lsa, ya'ni kiyim-bosh sifatida foydalansa, davlat bayrog'i to'g'risidagi qonunchilikni buzgan hisoblanadi.
va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 203 prim 1-moddasiga ko'ra fuqarolarga bazaviy hisoblanish miqdorining 3 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 3 baravardan 7 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Eslatib o'tamiz, qonunchilikni bilmaslik javobgarlikdan ozod etilmaydi. Sizning ham savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi sonlarimizda savollaringizni to'liq qonuniy ravishda tahlil qilib chiqamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatib boring. Bundan-da qiziq ma'lumotlar hali oldinda.